Ümida, Ülken, Allah. Ümit Turku. Rasim. Rasgoy. Söyledi. Rahmet. Жақсы оқығаны үшін. Şahlu, şıraylı, şirinim, şekerim. Aslında vaktimiz kalacaktan perzentimizge baylanışlı treningler sizlerle bugün ötediniz. Bugünkü maksatımız ata-ana plus muallim. Ata-ana ham muallim birga ishlasak, bizlarda natijada qanday o'qish kelib chiqadi, yetishgan o'qishimiz kelib chiqadi. Ko'proq qidirimiz kerak. Farzandimizni qidirish uchun qanday ne istasak farzandimiz qiladi. Qanday ishlaymiz kerak farzandimiz. Biz ko'p baliq farzandimiz. Uyga borgandan keyin ne qilamiz? Bu farzandimizga yana istesemiz, yana shug'ullanamiz, yana erkalatib balamızın ta'lim sistemasi o'quv deb balans bo'lsa, sizlarga hozir qarshisiz, qanday qo'shisiz, odam so'zini qo'lini